Laqildik. Ko'rdinglarmi? Endi bunisini bu yoq tomonga qo'yamiz. O'tkazamiz. Ikkinchisini bu yoq tomonga o'tkazamiz, qizlar. Mana shu ko'pchilik adashdi. Mana. O'tkazgandan keyin bundoq tortamiz. Tortganda sirasi ko'rdinglarmi, go'da ko'tarilganini? Bu qaysi deb kifoz. Tushundinglar? Ko'proq o'sha kifozni umurtqa keyin bundoq qilamiz, mana. Hozir kaltalik qilib oldidan bog'lab qo'yamiz, mana. Ko'rdinglarmi? Mana birinchisi. Endi ikkinchisini oson bilib, marlini bundoq olamiz, tushiramiz. Bir xilda tekislikda anaqa tushgandan keyin mana tortamiz. Buni ham xuddi shunaqa. Buni qiyin usullari bor. Lekin sizlar o'shani qila olmaysizlar, men sizga osonni ko'rsatib beraman. Buni ham bunday tortamiz. O'tkazamiz, mana. Xuddi shunaqa. Bu yoqdan, ikkinchisini bu yoqdan o'tkazamiz, mana. Xohlasanglar qizlar, bundoq qilib bog'lab olsanglar ham bo'ladi. Prosta botadi-da, patsiyentga men bog'lasanglar. Men bog'lamayman. Mana bunaqa do'ng bo'lib qoladi. Qo'mpayib. O'shaning uchun men unaqa qilmayman. Qildikmi, mana keyin oxirida bunday ochib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bunaqa tortganimizdan keyin mana bunaqa qilib aylantiramiz, qizlar. Sal bo'shashib qolgan ekan. Aylantirib, bundoq oldiga qilib, mana. Bundoq bog'lab qo'yamiz oldini. Mana go'da ko'tarildi yana, ko'rdinglarmi qizlar? Mana. Ularda o'zdan. Yo, anaqada. Kifozda. Tushundinglar? Mana. Ko'rdinglar? Tushundik? Men tilni bundoq bog'laymiz dedi. Keling, oldingiz bog'laydim. Endi mantimdan da ochib qo'ysanglar bo'ladi sal-sal. Shuna botmaydi. Tushundinglar? Bir xil men bunaqa qilib bir ko'p masajiskalarni ko'rdim. Men bunaqa ochib qo'yib, mamatga tushirib qo'yapti. Kerak emas u qizlar. Tushundinglar? Mamatga tushirib qo'yapti. Bu kerak emas. Mana shuni o'zi sizlarga chotki effekt beradi. Mana tushundinglar? Mana. Oson ekanmi? Soltirish kerakmi? Qancha ko'p chelida yursa ham bo'ladi. Endi qani bog'laydi bir-biriga.